Sam o'z yil ichidagi santexnika ishlarini obzor qilib beramiz. MySantech jamoasining super sifatli santexnika xizmatlari. Hop. Tahorat smesitilimiz, gigiyenический dush deymiz. Bunga o'sha kran Maevskiy burab qo'yganmiz. Sababi bosim berganda plastik probkalar qo'yib yuboryapti. Bu xudo xolisa ko'p martali ishlaydi. Undan tashqari buni sifati zo'r. Yechib yana boshqa obyektlarda ishlatish imkonini beradi. Bu yerda dushlarimizni ham shundan foydalanganmiz. Suv shilkalovchidan ham shundan foydalanganmiz. Kran Maevskiy qo'yganmiz. O'zini PPR probkasidan foydalanmadik, sababi biz bosim bergan paytimizda qo'yib yuboryapti. Bu zo'r. Bundan tashqari obyektimizda super sifatli santexnika ishlar amalga oshirilgan, tejamkor hamda zamonaviy deydik-ku. Ko'pli poldagi bitta ahamiyat beramiz. Denfer lenti perimetr bo'yicha o'zini shu parashyutlarida, bu ham TNT brendidan bo'ladi. Kollektorlarning yig'ilish jarayoniga bitta ahamiyat beramiz. Izolyatsiyada guli-guliga, yo'li-yo'liga, qizil-ko'k hammasi podacha obratga aniq, metrajlari yozilgan. Radiator kollektorlarimizga ham bitta ahamiyat beramiz. Super sifatli santexnika xizmat. MySantech jamoasiga murojaat qilasizlar. Tajriba 20 yildan ko'p. Sifat kafolat.